Jiyan. Men seni yaxshi ko'raman, bilasan-a? Mani qonim, seni qoning bitta qon. Lekin senga bitta sirni aytmasam bo'lmaydi. Qanaqa sir? Feruza kenayam Oyim aytyapsizmi? u seni oying emas. Haqiqiy oying seni tug'ayotgan paytda o'lgan. O'shanda dadang boshqa ayol bilan chet elda kayf qilib yurgan. Bo'lishi mumkin emas. Siz meni aldayapsiz. Oyim o'lmagan. Bilaman. Bu haqiqatni tezda qabul qila olmaysan. Endi katta yigit bo'lib qolding. Bir kun emas, bir kun bu haqiqatni bilishing shart edi. Nega? Chunki dadang oyingni yaxshi ko'rmas edi. Yodgor. Bu gaplarni senga aytmadim. Sen eshitmading. Mabodo dadangga aytib qo'yadigan bo'lsang, sinfdoshlarimni eshitdim deysan. Kelishdik-a? Yo'q. Eshitma. Meni aldayapsiz. Yodgor. Tirrancha. Hali qo'limga tushasan yana.